Hozirgi kunda ko'plab yurtdoshlarimiz issiqxonani yuqorisidan ko'rpa bilan yopishda yangi texnologiya degan fikrga kelgan. Bu texnologiya Xitoyda juda ham ommalashgan. 10 yil, 15 yildan beri bundan juda keng miqyosda foydalanib kelishadi. Bizda ham buni materiallari bor. Bemalol Uzgro jamoasiga murojaat qilishinglar mumkin. Xohlasangiz materialni, xohlasangiz patguluch tayyorlab bersak bo'ladi. Faqatgina sizlardan bitta narsani so'rab qolaman. Avvalambor siz issiqxona qurishdan, mahsulot yetishtirishdan oldin yaxshilab so'rab o'rganinglar. Sizga qaysi turdagi issiqxona to'g'ri keladi va qanday mahsulot yetishtirmoqchisiz? Bozorda tahlili va to'liq ma'lumot bilan boshlasangiz yaxshi bo'ladi. Bu sohada yurganlar o'zi yaxshi biladi. Juda ko'pi issiqxonani qaysi turdagisini tanlash kerak bo'ladi. Agar siz bu sohada tajribangiz bo'lmasa, o'z sohasini mutaxassislari bilan gaplashib, to'liq ma'lumotlarga ega bo'lib, issiqxonalarda qurdirsanglar yaxshi bo'ladi. Bu issiqxonalar sizga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishinglar mumkin.